Do'stlar, YouTube'da pul ishlash haqida aytgandim. O'sha narsani bugun isbotlab beraman. YouTube'da pul ishlash uchun qaranglar mana. Birinchi sharti bu. Birinchi sharti mana. YouTube'ga siz video qo'ydingiz. Mana bitta video qo'ydingiz. O'zingiz kanal ochingiz. Kanal ochish juda oson. Biladigan odam juda oson. YouTube'ga yozsa tushuntiradi qanday kanal ochish kerak. Mana YouTube'ga men bitta videoni qo'ydim. O'sha qo'ygan videomda menga pul to'laydi deb o'ylaysiz, lekin YouTube'da 4 tadir sharti bor. O'sha shartni bilsagina YouTube pul to'laydi. Birinchi shart, mana YouTube'ga video qo'yasiz. U videoni qo'yganda ham kimni videosi? Misol uchun meni videom bor. Men misol uchun Nazarov Diyorbek bo'lsam, meni videomda oldingizdan siz o'zingizga qo'ydingiz. U qo'yganingizga sizga pul to'lamaydi. Nimaga? Siz xato qilyapsiz shu yerda. Xato. Meni videom uchun menga addini pul to'layapti. Siz yana meni videom o'zingizga qo'yib oldingiz. Sizga pul to'lamaydi. Meni videomda hamma qo'yib olaversa, hammaga pul to'lash kerak degani emas-ku YouTube. Bitta odamga pul to'laydi. Shu uchun hamma o'zini shaxsiy, mana bu misol uchun ko'ryapsiz, mana ko'chada qo'y boqib yuribsiz yoki ko'chada bir bayram bo'lyapti, yangi yil marosimi yoki archaga chiqdingiz, archani videoga oldingiz, o'shani hisobiga siz qo'ygan videongiz pul to'lanadi. Ikkinchi sharti qarang. O'sha videongizga bilgan odamni musiqasini qo'yishingiz mumkin emas. Endi do'stlar, yozuvim sal noto'g'ri, xunukroq chiqyapti. Xafa bo'lmaysizlar. Shunday. Ikkinchi sharti, birovning musiqasini olish mumkin emas. Misol uchun Ozodbek Nazarbekov, Sherali Jo'rayev, boshqa Doston, yana shunaqa boshqa qo'shiqchilarda musiqasini ololmaysiz. Bu ikkinchi shart. Uchinchi sharti deydi. Uchinchi sharti 1000 ta obunachingiz bo'lishi shart. 1000 ta obunachi bo'lish deganda bir xil to'g'ri, 1000 ta obunachi yig'ilmaydi. Yig'ishni bitta yo'li birontadan YouTube'da kanal sotiladi deb ko'plar yozadi. O'sha kanalni sotib olsangiz bo'ladi, 1000 ta obunachisi bo'ladi. Endi ozgina xarajati bor, bo'lsa bir 200 ming, 300 mingga sotib olsa bo'ladi. 4-chi sharti deydi. 4-chi sharti, siz 1 yilda shuncha 1 yilda deydi. 4000 mana 1 yilda 4 yilda deydi. Mana 1 yilda demoqchiman. 4 yilda deyman. 1 yilda 4000 soat bo'lish kerak. 4000 soat. 4000 soat. 4000 soat bo'lish kerak. Qanday 4000 soat qilaman deydi. Siz misol uchun YouTube'ga 1 soatlik video qo'ydingiz mana. 1 soatlik video qo'ydingiz. Men o'sha videoni siznikini ko'rdim. Menga ko'rganim uchun 1 soat yozadi. Mana 1 soat yozdi menga. Soat yozdi. Yoki yana ikkinchi odam ko'rsa, ikkinchi odam qo'shgani uchun yana 2 soat yozadi. Yana 3-chi odam ko'rsa, 4-chi odam ko'rsa, 5-chi odam ko'rsa, 6-chi odam ko'rsa, shu videoni har 1 soatlik-ku, 1 soat mobaynida ko'rsa, misol uchun 5 minut ko'rsa, 5 minut yozadi menga. 2 soat u 5 minut. Agar 1 soat to'liq mobaynida videom zo'r misol uchun chiqdi, ko'rsangiz 1 soat ko'rdingiz, misol uchun har soatiga qo'shilaveradi. Buni qilish oson. 4 soatlik video qo'ysangiz, misol uchun 4 soat ko'rsa, birdaniga 4 soat bo'ladi. Endi zo'r video qo'ysangiz, misol uchun ko'plar hozir oshxonada ovqat qilayotgan yoki boshqa kontent qiladida ko'rsatadi-da, videosi zo'r bo'ladi. Kino ham qo'ymang. Birovning kinosini qo'ysangiz ham bu sizga pul to'lamaydi YouTube. Shu shartlarni bajarsagina pul to'laydi. Keyin qarang, mana 4-chi shartim dedim, 1 yil mobaynida, ya'ni 365 kunda 4000 soat yig'sa bo'ladi. O'sha shartlarni bilgan holda YouTube'da pul ishlasa bo'ladi.